Assalomu alaykum, hurmatli podpischilarimiz, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz. Bugungi videoroligimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanida bo'lgan 4 yilimizdagi mesni daraklarning narx-navolari bo'ladi. Narx-navolarni qo'llangancha ko'rsatib o'tamiz. Kanalda uzoqlashmang, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoroligimizni boshladik. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Adresni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, adresimiz bu tarafdan kelsangiz, do'stlar, bu yerga ko'rib turganingiz Stroymir bor. Stroymildan kelaverishda chap tarafda bo'ladi. Bu tarafda esa Vishki, Dash bozor va klub bor. Shundan kelaverishda o'ng tarafda bo'ladi do'stlar. Do'stlar, videoroligimizni boshladik. Kanaldan uzoqlashmang. Do'stlar, videoroligimizni boshladik. Bahodir amiz yoniga kelganmiz. Qo'llangancha ko'rsatib o'tamiz. Bahodir, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bahodir abi, daraklarni narx-navolarni bir qo'llangancha ko'rsatib o'tsangiz. 4,5 metrliklar inib. Bu birinchi necha metrlik bular? 4,5 metr bular. Quruq tayinli. 4,5 metr axirang bular. 165 ming so'mdan. Bular 165 ming so'mdan dastavka etib berasiz. Belgilaning? Bular 6 metrliklar 200 ming so'm. 6 metrliklar 200 ming so'mdan bular. Burada 5 metrliklar bor. Do'stlar, ko'rib turganingiz deyin, daraklarning har xilidan mayna do'stlar. Necha metrligi desangiz topiladi. Bular ham bu yana 25, 17, 18. Bu tarafı 25, 17, 18 chiqadi. Bu necha metrlik? 5 metr 220 ming so'm. Dastavka ichida axir. 6 metrliklar bor. Bular 6 metr axir bular. Bular bu yana 25, 17, 18 chiqadi. Bular 270 ming so'm dedingizmi? Bular 275 ming so'mdan do'stlar. Bular birinchilar mesni darak axir bular. 5 metrliklar. Bular 200 ming so'mdan axir. Qaysi bular 4 metrlik axir bular. 130 ming, 140 ming so'mdan. Qaysi shu birinchi bular 4,5 metr axirang. 140 dan beramiz. 140 ming so'mdan berasiz bular. Yana 5 metrliklar bor emonchanaga. Bular 120 ming so'mdan beramiz. Bular 120 dan. 120 ming so'mdan berasiz. 4 metrliklar ham shu baho. 4 metrliklar ham shu baho axir. Bu 4 metrliklar bor mesni. Bular 190 ming so'm. Ko'rib turganlaringizning boyavoy 4 metrlik mesni daraklar. Bular necha so'm dedingiz? 190 ming so'm. Bular 190 ming so'mdan. Ko'rib turganlaringizning do'stlar, ko'rib turganlaringizning boyavoy daraklar. Bular 4 metr axir. 210 ming so'mdan dastavka etib berasiz. 5 metrliklar bor 190 ming so'm. 5 metrliklar 190 ming so'mdan. Bular 6 metrliklar. Ko'rib turganlaringizning boyavoy daraklar. Bu 6 metrlik necha so'm dedingiz buni? Buni 260 ming so'mdan. Bularning boyavoy ekan, bular 300 ming so'm ekan do'stlar. Bularni bir qator ko'rib o'tamiz. Bu tarafda 7 metrlik, 8 metrliklar bor ekan do'stlar. Boyavoy daraklar. Bular 500 deb tutmiz qaytib beramiz. Bular 500 ming so'm qaytib berasiz axir. 7 metr, 8 metr dedi. Jang bulan uzunligini. Do'stlar, mening 8 metrliklar bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Telefon etsangizlar chiroyli narxlarda kelishib, uyga dastavka olib borib beradilar do'stlar. Ko'rib turganlaringizning charxoyiklarni bir qator hozir ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, ko'rib turganlaringizning o'ris og'achlarim ham bor ekan. Bular necha metr bo'ladi og'a? 6 metr. 20 ga 20. Necha so'm bu? 450 ming so'mdan. Charxoyiklar bor ekan do'stlar. 14 ta 10. 14 ta 10. 40 ming so'm puli. 2 metr 220. 2 metr 220 keladi. 40 ming so'mdan pullari. Ko'proq bo'lsa qaytamiz. Ko'proq odam bo'lsa do'stlar, chiroyli etib qaytib beradilar. 3 metrliklar ham bor. 3 metrliklar necha so'm? 80 ming, 70 ming. Har razmeriga qarab. Do'stlar, ko'rib turganingizdek. Bu qamuslar necha so'm? Qamuslar 120 ming so'mdan. Bular ham shu metri bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ha, 3 9 kvadrat. Bu kaltasi necha so'm? Kaltasi necha so'm? 130. Kaltalar 130 ming so'mdan ekan do'stlar.
Dostlar gördüğünüz deyin ağaçlarını her xil rəzmeri var. Mesin dərəklərini, çarxaviklərini gördüğünüz deyin dostlar. Dostlar ikinci videoda görüşünce sağ salamat olun. Assalamu alaikum. Ümida dastavki şəppərəs saxırın. Nelərə deyir şəppərəs dastavkinin? 4 günün içində axırın. Bütün kızlığı. Bu lifanam sizdən, lavam sizdən axı. Lavo yani çok olan 951 915 951 915 bir yan tərəfdə dostlar 30 vuran maşınlarım var. Persepi bilən. Şöyle gəlişən vaxtda dastavki etib bərədə. Telefon nömrəsi bərəsmi mütər? Benki 93 bilen 93 134 2577. 2577. Telefonsizdə çırağın arxasında bir taxt ağacağımız başına çırağını dastavki etib çıraq edib yüzəyiz apart bərədələr.